Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda qarshiliklarda ullanishiga doir va zanjirning bir qismiga doir ba'zi bir masalalarni qarab chiqamiz. Uzoq to'plamidan. Xo'sh, uzoq to'plamida quyidagi ko'rishdagi masala bizda berilgan. Ikkita kondensator agar ullanishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bular bir-biridan keyin kelyapti deb olamiz. Sababi mana galvanometrda o'rtada yo'q deb oladigan bo'lsak, bu kondensatordan keyin bunisi kelyapti. Demak, bular bir-biriga ketma-ket holatda ulangan. Ketma-ketda agar ikkovining sig'imi bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, har birida yig'ilayotgan zaryadning qiymatini hisoblab topishimiz mumkin. Har birida yig'ilayotgan zaryad qiymati, masalan, umumiy sig'im topish orqali ham yozilishi mumkin, lekin bizlarga u narsa hozir kerak bo'lmaydi. Biz quyidagicha fikrlaymiz. Agar mana bu qoplamamiz musbat bo'ladigan bo'lsa, mana bu sig'imimizda hamma joyda musbat potensial paydo bo'lyapti. Demak, bu qoplama musbat bo'lishi kerak. Esimizda bo'lsa, bu qoplamada qancha zaryad yig'ilgan bo'lsa, bu qoplamada ham xuddi shuncha zaryad yig'ilishi kerak. Ya'ni plus Q0 deb yozib qo'ysak. Bu qoplamamizda esa keyingi qarama-qarshi qoplamamizda minus zaryad yig'iladi. Zaryadning qiymati minus Q0 deb yozib qo'yamiz. Lekin mana bu simimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu hech narsaga ulanmagan, o'zi aslida alohida turibdi. Agar minus Q0 bo'lgan bo'lsa, oldinda zaryad bo'lmagan bo'lsa, demak endi hozir plus Q0 zaryad bor deb aytishimiz mumkin. Mana zaryad qiymati Q0. Demak, teskarisida bunisida minus dan Q0 deb aytishimiz mumkin ekan. Demak, mana bu tarafi bizlarda minusga ulanganligi ko'rinib turibdi. Xo'sh, agar galvanometrda ulasak deyapti. Galvanometr orqali qancha zaryad oqib o'tadi, shu zaryadni topishimiz kerak. Fikrlashimiz kerakki, keyingi safar mana bu simimizda qancha zaryad bo'lsa, demak, galvanometrdan shuncha zaryad oqib o'tgan bo'lishi kerak. Sababi hozir mana bu ko'rsatayotgan simimizda hech qanaqa zaryad yo'q. Bu plus Q bilan minus Q bir-birini yo'qotib yuboradi. Agar biz galvanometrda ulasak, mana bu yerda galvanometr ulasak, bu kondensator ishdan chiqadi. Sababi bu plusdan bu yoqqa kelib, bu yerdan ham plusdan keladi. Ikkita tomonda potensial bir xil bo'lib qoladi. Kondensatorimiz ishdan chiqqandan keyin bu kondensatorimiz hech qanaqa zaryad endi yig'maydi. Bu yerda esa hamma kuchlanish mana bu kondensatorimizga tushadi. Demak, keyingi vaziyatda tepaga kondensatorimizda yig'ilayotgan zaryadning qiymati Q teng SU deb aytishimiz mumkin. Kuchlanishda bu yerda elektr yo'rituvchi kuch ko'rinishda berilgan. Kondensator masalalarida elektr yo'rituvchi kuch bilan kuchlanish o'zida bir xil narsa. Buni keyinroq isbotlab ketamiz. Demak, buni yozishimiz mumkin S epsilon ko'rinishida. Shunchaki boshqacharoq belgiladik deb tasavvur qilaylik hozircha. Demak, shuncha zaryad bunda yig'ilyapti. Demak, bu tarafda plusi, bu tarafda minusi. Endi keyingi safar bu kondensator ishlamayotgan bo'lsa, demak, bu simimizda zaryadi yo'q bu yerda. Demak, bu yerda zaryad yo'q, bu yerda esa plus Q zaryadimiz bor. Demak, bu simimizda keyingi safar zaryad Q qolyapti. Demak, o'ylashimiz mumkinki, galvanometr orqali aynan mana shu zaryadimiz oqib o'tgan bo'lishi kerak. Endi keyingi mavzudan 12-chi masalaga agar qaraydigan bo'lsak, o'tkazgichlar bir-biriga ketma-ket tarzda ulangan deyapti. Hammasining uzunligi bir-biriga teng degan. Uzunlik qanchaligi aytilmagan, lekin grafikdan bilib qolish mumkin. Masalan, har 0,1 metrda grafik chizilyapti bu yerda. Har 0,1 metrda chizilayotgan bo'lsa, demak, o'tkazgichlarimizni uzunligi 0,1 metrdan deb tasavvur qilishimiz mumkin. O'tkazgichlarda ko'ndalang kesim yuzasi haqida va material turi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, shuning uchun uni chiza olmaymiz. Shunchaki agar qanaqadir o'tkazgich deb tasavvur qilsak, o'tkazgichimizda mana bu nuqtasidagi potensial 0. Mana bu 0,1 ga kelgandan keyin o'tkazgichimiz oxiriga borgan paytdagi potensialimiz esa bizlarda 2 volt bo'lyapti. Agar bu yerdagi kuchlanishni topishimiz kerak bo'layotgan bo'lsa, U1 ni potensiallar ayirmasidan foydalanishimiz kerak. Bu yerda 0 bo'lsa, bu yerda 2 bo'layotgan bo'lsa, demak, bunga 2 volt tushyapti deymiz. Keyingi oralig' uchun fikrlaydigan bo'lsak, keyingi oralig'da bu o'tkazgichimizda, ya'ni o'z aslida o'tkazgich bu yerda turibdi. Boshida 2 volt, oxirida esa 3 volt oladigan bo'lsak, ayirmasi 1 volt bo'lib qolyapti. Demak, bunga tushayotgan kuchlanish U2 teng 1 volt. Uchinchisiga tushayotgan kuchlanishni agar topishimiz kerak bo'layotgan bo'lsa, uchinchi o'tkazgichimiz o'zasi mana bu yerda turibdi. Buni qanaqroq ham chizishimiz mumkin edi mana bu o'tkazgich. Faqat ko'ndalang kesim yuzasi noma'lum bizlarga. 3 ta o'tkazgich. Uchinchi o'tkazgichimizda boshida 3 volt, oxirida esa 3,5 volt. Grafikdan yaxshi qaraydigan bo'lsak.
Bundan ayirmasini oladigan bo'lsak, potensiallar farqi U3 teng 0,5 volt deyishimiz mumkin. Demak, bizlar har bir o'tkazgichga tushayotgan, mana o'tkazgichlarimizni alohida ajratadigan bo'lsak, qarshilarni R1, R2, R3 deb belgilab qo'yadigan bo'lsak, ushlanishlarni bilamiz. Lekin bular ketma-ket ulangan deyapti. Ketma-ketda tok shu tengligidan foydalanadigan bo'lsak, toklar teng. Demak, qarshiliklarni solishtirish uchun quyidagicha formula yozishimiz mumkin. R1 bo'lingan R2 bo'lingan R3 munosabat so'ralyapti bizlardan. Bundan R1 o'rniga zanjir bir qismi uchun qonundan foydalansak, masalan, I tok oqib o'tyapti deb o'ylasak. Ya'ni oqib kelayotgan tok I, chiqib ketayotgan tokimiz ham I. Bu U ni I ga nisbatan. Faqat U1 ni I ga nisbat. U2 ni I ga nisbat deymiz. I ga va U3 ni I ga nisbat ko'rinishda tasavvurlasak bo'ladi. Agar ularni qisqartirib yuborsak, bizda U1imiz 2, 1, 0,5. Demak, 2, 1, 0,5 nisbatda deb aytishimiz mumkin, lekin bunday deb yozishimiz to'g'rimi? Shuning uchun birdan 2 ga ko'paytiramiz. 2 ni o'rniga 4, 1 ni o'rniga 2, 0,5 ni o'rniga 1 yozishimiz mumkin. Unda qarshiliklar nisbati 4, 2, 1 ko'rinishida yozilishi mumkin ekan deymiz. Xo'sh, 27-masalaga qaraydigan bo'lsak, sinfimizda kundalik kesim yuzasi berilgan bizlarga. Ya'ni diametri berilgan to'g'ri. Uni massasi ham bizlarga berilgan. Yuzani S bilan belgilab oladigan bo'lsak, birdaniga dastlab umumiy holatdagi formulalarni kiritishga harakat qilib ko'ramiz. Dastlab formulalarimizni massa bilan qarshilikni bir-biriga bog'laymiz. Qarshiligimizning formulasi R teng rho solishtirma qarshilik L taqsim S dir. Lekin jismni massasini topishimiz uchun jism zichligini hajmiga ko'paytirishimiz kerak. Jism zichligi hajmga ko'paytmas. Hajmni silindr ko'rinishda tasavvur qiladigan bo'lsak, S da L ga ko'paytmas sifatida tasavvur qilamiz. S da L ga ko'paytmas. Mana berilgan munosabatda massa bilan qarshilikni bir-biriga bog'lashimiz mumkin. Bu olsak, R da N ga nisbatan birinchi formulamiz. Bundan L lar qisqarib ketadi. L qisqarish natijasida rho solishtirma qarshilikda rho zichlik indekslarni farq qilish kerak, sababi ko'yim rho bilan belgilanadi bizda. S kvadrati deb yozib qo'yish mumkin. Bizlarga qarshilik kerak bo'layotgan bo'lsa, bu yerdan qarshilik teng rho solishtirma M taqsim rho zichlik S kvadrat teng. Mana ko'rinishdagi formula. Agar bizlar bu kattaliklarimizni bir-biriga ko'paytirganimizda edi, qo'shmasdan ko'paytirganimizda edi. Formulamiz quyidagicha chiqadi. R ko'paytirilgan M. Keyingi masalalarda ishlatishgan formulamiz bu. Mana ko'paytirganda S bilan S qisqarib ketadi. Natijada rho solishtirma rho zichlik ko'paytirilgan L ni kvadrati yoki bundan R ni topadigan bo'lsak, rho solishtirma rho zichlik L ni kvadrat taqsim M ko'rinishidagi formula. Ya'ni masalalarda bu igovni ishlatishimiz mumkin. Xo'sh, endi bizlarga so'ralayotgan narsani qarshilik so'ralgan edi, diametr berilgan. Diametrdan bemalol yuzani topishimiz mumkin. Yuza teng pi d kvadrat taqsim 4 degan formulamiz bor. Yuzani topa oldik deb o'ylaymiz. Bundan bemalol qarshilikda quyidagi keltirilgan formula orqali hisoblab topishimiz mumkin deymiz. Keyingi masalalarga e'tibor qilamiz. 47-masalada moddalar bir xil deb aytilgan, ya'ni ularning solishtirma qarshiliklari ifoda etilgan. Uzunliklari nisbati berilgan va kundalik kesim yuzalari ma'lum bo'lgan ikkita o'tkazgichimiz parallel tarzda ulangan. Parallel tarzda ulangan bo'lsa, demak, ulardagi tokning zichliklarini nisbatini topishimiz kerak ekan. Masalan, tok zichligi umuman qarshilikdagi kuchlanishga bog'liqligini qarab chiqsak bo'ladi. Agar ma'lum bir kuchlanishga R qarshilikda ulaydigan bo'lsak, undan o'qib o'tadigan tokning qiymati U taqsim R formula bo'yicha hisoblanishi mumkin edi.
Agar tok zichligi topmoqchi bo'layotgan bo'lsak, tok zichligi bizlarda har doim I ni S ga nisbati sifatida qaraladi. I ni o'rniga U taqsim R, S yozadigan bo'lsak, qarshilikda formulasini agar foydalanadigan bo'lsak, tok zichligi teng U taqsim ro solishtirma qarshilik ko'paytirilgan L ko'rinishidagi formulacha kelib chiqyapti bizlarda. Ya'ni bu formulamiz ro solishtirma L taqsim S edi. S bilan S qisqarish natijasida S ni yozmadik. Demak, tok zichligi quyidagi formuladan topilishi mumkin. Endi ikkovi parallel ulangan bo'lsa, ikkovidagi kuchlanish bir-biriga teng bo'ladi. Agar kuchlanishlar teng bo'lsa, uni yozib o'tmaymiz. Materialning xossalari ham bir-biriga o'xshash. Deyapmiz, bitta materialdan qilingan L ga demak tok zichligi teskari proporsional ekanligini bilyapmiz. Bu masalamiz uchun tok zichligi uzunlikka teskari proporsional. Demak, tok zichliklarining nisbati uzunliklarini teskari nisbatiga teng bo'ladi. L2 ni L1 ga nisbati 2 ga teng ekanligini biladigan bo'lsak, tok zichliklarining nisbatini ham 2 ga teng deb yozishimiz mumkin ekan. Quyidagi ko'rinishda. Endi 54-masalamizga qaraydigan bo'lsak, 54-masalamizda ko'ndalang kesim yuzasi, ya'ni o'lchamlari bir xil degan paytda ko'ndalang kesim yuzasi uzunligi, erkin elektronlarning konsentratsiyasi kuchlanish teng bo'lgan paytda undagi elektronlarning tartibli harakatlanish tezligi quyidagi munosabatda bo'lsa, bu o'tkazgichlarda qarshiligini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, bunday holat uchun tokning formulasini yozamiz. Tok E N V S formula bo'yicha hisoblanishi mumkin yoki U taqsim R formula bo'yicha hisoblanishi mumkin. Buni R da topsak, R U taqsim E N V S ko'rinishidagi formula yozilishi mumkin. E'tibor qilinglar, hammasi kuchlanish teng degan, shuncha kuchlanish haqida fikrlamaymiz. Hammasini o'lchamlari teng degan bo'lsa, S ham qisqartirib yozsak bo'ladi. Hammasini elektronlarning konsentratsiyasi bir xil deyapti, elektron zaryadi hamma holatda bir xil. Demak, qarshilik bilan tezligimiz bir-biriga teskari proporsional degan shaklga kelib qolyapti. Agar teskari teskari proporsionallik shartidan foydalanadigan bo'lsak, tezliklarda ko'rinishiga teskari bo'ladi. Ya'ni agar R1 yozilsa, R1 eng kichkina bo'ladi. Tezlik eng kattasida qarshilik eng kichkina bo'ladi bizda. Shuning uchun R1, R2 va R3 ko'rinishidagi munosabatni berish mumkin. Ikkinchi masalaga qaraymiz. Keyingi mavzumizdan 1997 ga o'xshab ketadigan belgi turibdi. Boshi A bo'lsin, oxiri B bo'lsin. Buni qarshiligini hisoblab topinglar deyapti. Har bir tugun orasidagi qarshilikni R ga teng deb hisoblashimiz kerak ekan. Unda mana bu oraliq R, mana bu oraliq ham R, bu oraliq ham R. Har bir tugunlar oralig'iga men R yozib chiqyapman. Men mana 9'larda olmayapman. Sababi tok berk yo'liga qarab kirmaydi. Tok kirgandan keyin albatta chiqib ketish kerak. Yana chiqib ketadigan qismni o'zi yo'q. Shuning uchun mana bu 9'larimiz bizlarda ishlamaydi deymiz. Unda aytishimiz mumkinki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ta qarshiligimiz bir-biriga ketmaga to'langan. Ketmaga to'laganda qarshiliklarni qo'shish kerak. Shu qoidadan foydalanib, A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshiligimizni 11 R ga teng deb aytib ketishimiz mumkin. 8-masalamizga kelamiz. 8-masalada termistor deyilgan. Termistor degani bu termoresistor, ya'ni issiqlik ta'sirida qarshiligi o'zgarishi mumkin bo'lgan rezistorlar deb aytib ketdik. Darsda degani ham qarshiligi teng. Agar qarshiliklar teng bo'lgan bo'lsa, demak ikkoviga kuchlanish bo'linib tushishi kerak. Ya'ni U taqsim 2 bunga tushyapti, U taqsim 2 bunga tushyapti. Rezistorlarni bittasini sovutishimiz natijasida, masalan, atrofiga muz qo'yib chiqadigan bo'lsak, unda qarshiligi o'zgargan, biron bir elektr bo'lib qolgan. Bunday kuchlanishning shu deyapti, 1,5 marta oshdi natijada deyapti. Oldin U taqsim 2 edi, endi 1,5 marta kattaroq. 1,5 ni 3 taqsim 2 ko'rsatib olsak, U taqsim 2 deymiz. Demak, endi 3 U taqsim 4 bunga tushyapti. Lekin umumiy kuchlanish U. Demak, bunga tushayotgan kuchlanishimiz bizda U taqsim 4 bo'lishi kerak. Sababini ikkovini qo'shgan paytimizda uni o'zini berish kerak deymiz. Lekin bizlarda ketmaga ulanganlik sharti bor. Bundan foydalansak, toklar teng.
i'dan, ya'ni bundan ham o'tadigan toklarimiz teng bo'lsa, bundagi kuchlanishni qarshilikka nisbati bundagi kuchlanishda, ya'ni 3/4 qarshilikka nisbatiga teng bo'lishi kerak deymiz. Bundan agar u taqsim 4larida qisqartirib yuboradigan bo'lsak, rx'imizni topadigan bo'lsak, rx'imiz teng 3r. Ya'ni termistrimizni qarshiga 3 marta oshgandagan fikr kelishimiz mumkin. Keyingi masalamizga e'tibor qilamiz. Bu 17-masala. 17-masalada quyidagi sxema ko'rsatilgan. Bizlarda A va B, mana bu yerda A nuqta chiqarilgan, bu yerda B nuqta chiqarilgan. A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikda topish so'ralgan. Degan, aynan mana shunday tasvirlanishida bu ketma-ket ulanganmi yoki parallel ulanganmi unchalik tushunarsiz bo'lib qolyapti bizlarga. Bizlar boshqacharoq yo'ldan boramiz. Istalgan nuqtani biron bir oddiy sim bo'lib xohlaganday nuqtaga ko'chirish mumkin. Ya'ni mana bu A deb aytilayotgan bo'lsa, mana bu ko'chirib kelsak bo'ladi, sababi barcha nuqtada ham potensial bir xil bo'ladi bizda. Agar mana bu ko'chirsak, buni qulayligi. Bu yerdan ikkita sim chiqib ketyapti. Bu yerdan esa 3 ta sim chiqib ketyapti deb tasavvur qilsa bo'ladi. 3 ta sim chiqib ketayotgan joy qulayroq bo'lsa kerak o'z-o'zidan. Tarmoqlanish yaxshiroq ko'rinyapti bu yerda. B nuqta bu yerda ko'rsatilgan bizlardan mana aniqlab qo'yaylik. B nuqtani mana bu yoqqa olib kelib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda ham xuddi shunday vaziyat. Ikkita sim chiqib ketyapti bu yerda 3 ta sim chiqib ketyapti. Demak, o'zi aslida B nuqtadan demak 3 ta sim chiqyapti deb qarash mumkin. Agar A va B nuqtalaridan ushlab tortadigan bo'lsak, sxemamiz soddaroq holatga keladi. O'zi aslida mana buni pastga burib qo'yamiz desak, buni tepaga burib qo'yamiz desak, mana buni tepaga burilgan vaziyat tasvirlanadi. Mana pastda A ga kelyapti, mana bu oxiri. Bu tomonni esa B ga qarab boryapti deb o'ylaymiz mana. B ga qarab chiqib ketyapti. Buni o'zini tasvirlaymiz o'rtada. Buni esa pastga bunday qilib qo'ygan paytimiz B'dan chiqib A ga kiruvchi sim bo'lib qoladi. Endi bemalol aytish mumkinki, qarshiliklar bir-biriga parallel ulangan deb. Parallel ulanganda R A va B nuqtani orasini topishimiz uchun R A B teng R taqsim 3 deb yozib qo'yishimiz mumkin ekan. 30-masalaga qaraymiz. 30-masalada agar kalit ulansa deyapti, L1 va L2 lampochkalardagi tok kuchi qanday o'zgarishini topishimiz kerak. Xo'sh, hozirgi holatda oqib o'tayotgan tokning qiymati, ya'ni mana bu zanjirmizdan oqib o'tayotgan tok I aytishimiz mumkinki, L1 va L2 lampochkalarimizning qarshiliklariga bog'liq bo'lib qolyapti. Agar hamma lampochkalar bir xil deb olsak, soddalik uchun buni qarshiligi R bo'lsa, buni ham qarshiligi R bo'layotgan bo'lsa, oqib kelayotgan tok I teng U taqsim 2R deyish mumkin. Sababi bu lampochkalar bir-biriga ketma-ket tarzda ulangan holatda turibdi. Dastlab birinchi lampochkamizdan ham, ikkinchi lampochkamizdan ham oqib o'tayotgan tokimizning qiymati shunga teng bo'ladi. Sabab ketma-ketda toklarning qiymati teng. Yozib qo'yishimiz mumkin. Bu I1 ga va I2 ga teng bo'ladi. Uchinchi lampochkamizdan tok oqib o'tmaydi, sababi zanjir betka emas. Agar biz kalitni ulasak, kalit ulangan holat uchun qarab chiqamiz. Kalit ulangan. Unda bu ham xuddi shunday R qarshilikka egilsak, ikkovi bir-biriga parallel ulanganligi ko'rinib turibdi. Bu bilan bu bir-biriga parallel. Demak, ikkovining umumiy qarshiligi R taqsim 2 deydigan bo'lsak. Demak, R taqsim 2 desak, buni qarshiga hali ham R'ligicha turib, ikkovi keyin ketma-ket. Demak, tokning qiymati keyingi holatda teng bo'ladi. Uni ushlanish o'zgargan tarmoqda-ku, faqat R plus R taqsim 2 ga nisbat. R da R taqsim 2 ga. O'sha yerdan 2 U taqsim 3 R ko'rinishdagi formula chiqadi. Bu tokimiz bu tokdan ko'proq, sababi buni bo'lsak 0.5, buni bo'lsak 0.67 atrofida chiqadi. Demak, tokimiz sal oshdi, lekin qayerdagi tok oshdi? Tarmoqlanmagan qismdagi, ya'ni mana bu yerdan kelayotgan tokimiz oshyapti. Bu degani birinchi lampochkamizdan xuddi mana shuncha tok o'zi oqib o'tadi. Lampochkamizdan keyingi holatda 2 U taqsim 3R yoki agar U taqsim R da o'rniga ikkita I olib kelib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 2 bilan 4 taqsim 3 I deb yozib qo'yishimiz mumkin. 4 taqsim 3 marta tok qiymati oshadi. Agar qarshiliklar teng bo'lsa,
Bizlar hozir aniq qiymat aytolmaymiz, sababi qarshiliklar qanday ekanligini bilmaymiz. 4 tarafni 3 marta oshadi deyishimiz mumkin, teng bo'lsa. Bundan oqib o'tayotgan tok topishimiz uchun kelayotgan tok qarshiliklar teng bo'lgani uchun teng 2 ga bo'linib o'tib ketadi. Bunda faqat yarim o'tadi, bundan ham yarim o'tadi. Ikkovini qo'shsak, i tokimizni berish kerak deymiz. Demak, keyingi safar ikkinchi lampochkadan oqib o'tadigan tokimizning qiymati i yulduzchalikni yarimi deb olishimiz kerak. I yulduzchaligimizni yarimi mana buni yarimi deb qarashimiz ham mumkin. Ya'ni 2 i taqsim 3. Dastlab ikkinchi lampochkamizdan i toki o'zi oqib o'tyapti. Sababi mana buni tenglashtirib qo'ydik bizlar hammasini. Endi esa i taqsim 1,5 deb yozib qo'yish mumkin. Ya'ni tok kuchi 1,5 marta kamayadi deb aytish mumkin. Bundan oqib o'tadigan tok kamayadi, bundan oqib o'tadigan tok oshadi. Fikrlash uchun boshqacharoq qilish mumkin biz. Bu lampochka bo'lgan paytimizda zanjirda umumiy qarshiligi kamayadi. Qarshilik kamaygandan tok ko'proq oqadi. Demak, bundan ko'proq tok oqib kelyapti. Lekin kelayotgan tok 2 ga bo'linib o'tayotgani uchun bundan oqib o'tayotgan tok kamayyapti deb aytamiz. Oxirgi 43-masalamizga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ko'rsatilgan sxemani A va B nuqtalariga nisbatan umumiy qarshiligini hisoblab topishimiz kerak ekan. Zanjir albatta ketma-ket parallel ekanligini ko'rish birdaniga qiyin, lekin fikrlaydigan bo'lsak, dastlab mana bu ikkita qarshilikni ko'rib qolish mumkin. Buni bittaga almashtirsak, ya'ni mana bunday joylashgan qarshilikka almashtiradigan bo'lsak, o'rtadagi qarshiligimizni o'zi turibdi. Pastdagi qarshiligimiz turibdi. Va vertikal qarshiligimiz. Mana holat keldi. Bu qarshiligimizning qiymatini ikkovi ketma-ket bo'lgani uchun 2R deb yozib qo'yamiz. Bu R. Bu R. Endi bu zanjirimizning ichidan parallel bo'lgan qismini ajratib olsak bo'ladi. Mana bu ikkovi aniq parallel ekanligi ko'rinyapti bizlarga. Demak, bu ikkovini ham almashtiramiz. Parallelda umumiy qarshilikni hisoblayotgan paytimizda ko'paytmani yig'indiga nisbat sifatida qarasak bo'ladi. Ikkovini ko'paytirib yig'indisiga bo'lamiz. Unda buni bitta qarshilikka almashtirsak, demak, mana bu qolib kelyapmiz. Ikki narsani R ga demak, bu 2R taqsim 3 deymiz. Bu R. Chunki ko'paytma yig'indisiga nisbatan 2R taqsim 3. Bu R. Keyin ketma-ket zanjirlarni topishimiz mumkin. Ketma-ket mana bu ikkovi bizda ketma-ket. Bu ikkovini yana bitta qarshilikka almashtiradigan bo'lsak, bu qarshiligimiz bizlarda yig'indi bo'lish kerak 2R taqsim 3 ga R ni yig'indisi. Demak, keyin bu R. Bu esa yig'indi bo'lgandan keyin 5R taqsim 3 deb olamiz. Oxirida ko'rinib turibdiki, bular bir-biriga parallel. Parallelda ko'paytmani yig'indiga nisbat bo'lgani uchun 5R taqsim 3 ni R ga ko'paytirib, ikkovini yig'indisiga bo'lishimiz kerak. Bu 5 taqsim 8 chiqadi. Demak, R imizning qiymati 5R taqsim 8 ko'rinishida xato qilib olishimiz mumkin. Men hisob-kitobini yozmadim bu yerda, lekin ko'paytmani yig'indiga bo'lsak, ana shunday ko'rinishlar raqam chiqadi. Erda qiymati bizlarga 2 deyilgan. Agar 2 qo'yadigan bo'lsak, 10 taqsim 8 yoki 1,25 omegaga teng ekanligini ko'rsatish mumkin. Keyingi masalalarning yechimiga qaraymiz. Faqatgina bu yerda 53 dan 62-masalagacha bo'lgan masalalardan hammasi bir xil ko'rinishda berilgan. Ko'pchiligida quyidagi ko'rinishdagi sxemalar bor. Biz mavzuda Uiston ko'prigi degan ko'prikni qarab ketdik. Uiston ko'prigida isbot ko'rsatildi. R1 da R2 ga nisbati, R3 da R4 ga nisbatiga teng bo'ladigan bo'lsa, demak o'rtadagi simimizni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Sababi bu yerda potensiallarda ayirmasi 0 bo'lib qoladi. Potensiallar ayirmasi 0 bo'lsa, undan baribir tok oqib o'tmaydi. Unda o'rtadagi simni o'chirganimizdan keyin hech qanaqa muammo qilmaydi. Bular bir-biriga ketma-ket, bu ham bir-biriga ketma-ket. So'ngra esa ikkovini bir-biriga parallelda ishlab ketaverish mumkin. Endi mana bunday sxemalarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu sxemamizning ham yuqori tarafi plyus, tarafi minus bo'ladigan bo'lsa, tokni yurishiga qaraymiz. Tok qanday yuradi? Tok plyusdan minusga qarab yuradi. Demak, unda R1 qarshiligimizda
qarshilik uchraydi. Gap degandan keyin tokimiz. E'tibor qilinglar. Bu tomondan o'tib ketishi mumkin, bu tomondan o'tib ketishi mumkin. Lekin kondensator bu uzilgan simdan tok oqmaydi. Shuning uchun bu zanjirimizdan tok oqmayapti. Lekin tok oqmasa, demak qarshilik tushunchasi ham noo'rin bo'ladi. Mana bu qarshilik faqatgina tok oqsagina ishlaydi. Demak, ayiruvchimiz bizda ishlamaydigan qarshilik. Uni shunchaki oddiygina simga almashtirib qo'yishimiz mumkin bu yerda. Shunchaki o'chirib, ya'ni mana bunday qo'yish mumkin. Tokimiz bizda mana bunday o'tib ketadi. Demak, R2 da qarshilik uchraydi va keyin manbamizga qaytib keladi deb olishimiz mumkin. Demak, yo'lida tok ikkita qarshilikka uchrayapti. R1 ga va R2 ga uchrab ketyapti. Ikkovi bir-biriga ketma-ket ulanganligini sezish qiyin emas. Agar ketma-ket ulangan bo'lsa, demak, oqib o'tayotgan tokning qiymati u taqsim R1 plus R2 deyishimiz mumkin. Bu yerda tok qiymati bizda ma'lum. Bizda so'ralgan kondensatorlarga zaryad qiymati. Uning uchun kondensatorga kuchlanish bilishimiz kerak. Lekin kondensator R2 qarshiligimiz bilan buni hisobga olmasak, R2 bilan parallel ulangan. Demak, R2 dagi kuchlanish kondensatorda kuchlanishga teng. U2 bilan bu kondensator teng, lekin U2 ni topishimiz uchun zanjir bir qismi uchun qonundan foydalansak, R2 yoki u R2 taqsim R1 plus R2. Demak, kondensatordagi kuchlanish bizlarga ma'lum bo'layotgan bo'lsa, kondensator sig'imi ma'lum bo'layotgan bo'lsa, kondensatordagi zaryad qiymati U teng S U kondensator formulasidan foydalansak bo'ladi. U kondensator uchun quyidagi formulani olib kelib qo'yib, U R2 S ko'rinishidagi formulani chiqarsak bo'ladi. Bu masalalar kondensator mavzusida ham bor edi. O'sha paytimizni tashlab ketdik, sababi tok kuchi bilan hali tanishmas edik. Endi o'sha masalalarda ham ishlash mumkin.